Haqiqatdan o'qigan, o'rgangan, shahodati bor, ustozga shogird tushgan, ustozi bo'ldi deb duo qilib bergan, bo'ldi, yaxshi. Lekin o'sha ishni borib boshlaganda zarracha xiyonat qilmasin. Kasbiga xiyonat qilmasin, ish beruvchini haqqiga xiyonat qilmasin. Chin dildan har bir ishni yetuk me'yoriga yetkazib, risoladagidek qilib ado etishni o'zini muqaddas burchi deb bilsin. Payg'ambarimiz alayhisolatu vassalom aytadilar: "Innalloha ta'ala yuhibbu idza amila ahadukum amalan an yutqinahu." Qachon sizlardan biringiz bir ishni qiladigan bo'lsa, Alloh taolo o'sha ishni oxiriga yetkazib go'zal qilishini yaxshi ko'radi deydi. Chala bula qilmasin. Bitirmasdan qochib ketmasin. O'sha qochib ketdimi, o'sha bitta odamni ishini buzganlik yetadi. Hammaga aytadi haligi odam. Palonchini qilsam, manaqa tashab ketdi, sizlar aytayotganlaring, unga ish berib qo'ymalaring deydi. Keyin ishim yurishmayapti, omadim kelmayapti deb yuraveradi. O'zi bu yoqdan raso qilib qo'ygani o'ylamaydi. Ixlos bilan qilsin. O'sha shartnomaga muvofiq qilsin. Hozir Allohu a'lam, Alloh o'zi biladi, lekin 70% ustaman deganlar hammasi aldamchi. Aytgan kuni kelmaydi, kelsa kech keladi, erta ketadi, ishni yaxshilab qilmaydi, ish bajarmasdan oldin pul so'raydi. Hammasi shunaqa. Shularning ichida o'sha 30%, 40% ustalar bor, haqiqiy ustalik o'zini faxri deb biladi ular. Guruhlari bor, shogirdlari bor, ustozlari bor. Hamma narsani qoyillatib, asbob uskunasini 100% chiroyli qilib qo'ygan. Kelib shartnomani tuzadi, aytgan soatida keladi, ishini boshlaydi, aytgan soatda bitiradi, haqqini olib ketadi. Yana boshqa yoqqa borib ishlaydi. Mana u notavon yuradi. Takasaltang bo'lib, ish ham bitmaydi, uyni egasi xijolat, falon kuni bitirib beraman degan 2 barobar vaqt o'tib ketyapti, u ish bitmaydi, sifati chatoq. Undan keyin unga yana kim ish beradi? Ana omadsizlikni o'ziga o'zi chorlab olyapti. O'ziga o'zi chorlab olyapti.